Bu 10 kvadrat metrmi kelmaydigan chaqanli o'ydi bo'lib, o'ylining bir bo'lingida yozliq o'choq xuddi o'ziga o'xshash bo'yini qisib turadi. U tamning bo'ling'iga tashlab qo'ygan uzun tayoqni ilib, uni tamning bo'ling'iga akilib, 3 bo'ling shaklda qo'ygandan keyin dostiki kirlarni ilib, tayoqqa yeyishga boshladi. Yandiki tam qo'shnisi Selimammo shotiga chiqib olib, yotganlarini o'gizda optopga silayotgan edi. U Gulxonga qarab, kulimsirab, beshini lang'ishtirib qo'ydi. Gulxon kiyimini yeyib bo'lgandan keyin ko'ktat bozoriga berib, bir jing bo'lsa-mu go'sht setib olib, xilidan beri yo'g'onsirab qolgan bolasiga ozroq bo'lsa-mu go'sht to'g'rab tovoq etib berishni o'yladi. Balkim Komilmu bugun qaytib kelishi mumkin. U qimarxondan chiqmay qimar o'ynab, ko'zlari qizirib, ishib, tuzik bir vaqt tomoqni yemay, odam iskatimi qilmagandi. U mushundoq ketaversa, amon bir kuni o'zini tugashtirib oldi. Uning badani yo timirdan putilmagan tursa, bundoq kechini kunduzgi ulab, uxlamay, tomoq yemay qimarga dumchisa, har qancha qovul odammi qandoq bardosh chiqib beralaydi. Navoda yaxshi kunning yomoni bo'lib, pokkida o'lib tatib qolsa, barliq bo'g'liq yanala uningga bo'lmamdi. Kishilar uning qimarni deb ochtoq yurgini, o'zini nobud qilgani bilan kori yo'q. Hamma gunohni uningga otib qo'ymamdi. Ayol kishi o'lib ketsa, jimjitla opirib ko'mib qo'ydi ekan. Ammo erlari o'lib ketsa, hammani ayol bo'g'ichidan ko'radi ekan. Hay, ayol bo'lmoq nimanchi tasa. U kirlarni yeyib bo'lib, endi orqasiga burlay deb turishiga, dal shuningga o'lgirib, Selimam gap qilib qoldi. Gulxon, yo'ldishingiz nima ishlar bilan aldirash? Boya u uyga aldirash kirib ketib, yana aldirab tinab ketib qoldi-ku. Gulxon dong etib turib qoldi. Qo'lidagi dasmo yerga tushib ketdi. U Selimamning gapini xato anglab qoldimmikin deb o'ylab, uningga bo'ynini so'zib turib, qaytadan so'rdi. Nima dedingiz qo'shnim? Balaning dadasini qaytib kelib, yana chiqib ketdi dedingizmi? Voy, nima deydigansiz? Sizga nima bo'ldi? Kichkina o'yliq kirib chiqib ketsa-mi ko'midingizmi? U helali qaytib kelib, yana aldirash chiqib ketdi-ku. Men yana balangizni uni dada deb chaqirganimni angladim. Ha rost. Balangiz dadasini chaqirgandi, biroq u balasi qarabmi qo'ymay, yana nimishqa aldirab tinab g'ippada ketib qoladi. Urushib qolmagansizlar? Ya u pek aldirash ishlawatamdi. Gulxonning ko'z oldi qorong'ulashgandek bo'ldi. Yuragi ansiz so'qib, yerga tushib, dumbab qolgan dos bilanmi kori yo'q, yotoq uyga ushqandek etilib kirdi. U hech nimaga qaramasdan o'dil yeziq ustalning tatmisini jiddiy ochdi. Tatmining ichidagi bir tal kichik daftarning orlig'iga qistirib qo'ygan, 10 kundan buyon kechini kunduzga ulab, xat ko'chirib yozgan ish haqi, boy do'konda nas kerak setilib oshgan pul qanot chiqib uchib ketgandek, osmon yerda ko'rinmaydi. Pulni qistirib qo'ygan yerda ikkili xat yozilgan bir parcha kichik qog'oz qistirilgan bo'lib, ustiga yermash-yermash qilib mundoq deb yozilgan edi. Gulxon, meni kechirgin. Men amalsiz qoldim. Men cho'qim o'zimni chetga ilishim kerak. Chetga ilishim kerak. U nimadan o'zini chetga oladi? Xotin bolalardanmi? Qimarvozlardanmi? Yoki qarz egallardanmi? U zodi o'zini kimdan chetga olmoqchi? Zodi kimdan? U o'ylagan sari g'azabi tashdi. Qo'lidagi qog'ozni yirtib yerga tashlab o'tib, tatmini g'azab bilan jaloqqada yepib, birdinla put-qo'lda jon qamgandek o'rindiqda lassada o'ltirib qoldi. Uning qanqucha o'kirab yig'lug'isi, uni g'ayvonisiga voqirab tillab, ichini bo'shtavoqsi keldi. Ammo lavlari titrab, hech qanday ovoz chiqarmadi. Bara-bara lavlardagi titrashlar put-qo'lig'icha kengayib, yili chiqib ketgan to'pdak o'rindiqdan doq yerga serilib tushib, o'ltirib qoldi. Tugidi. 10 kundan buyon yetish qilmay, dum yetib qopib, kechini kunduzga ulab ko'chirib yozgan narsasining shaqi ko'zni yumib ochquchi bo'lgan orliqda butunlay yo'q bo'ldi. Buningdan keyingi kunlarni endi qanday o'tkazish kerak? Bolaning yemaklik uchun, uninga elib berish jiddiy zarur bo'lgan oziqlik uchun.
Bala əmdi nemiga tayinib o'sib yetildi. U yerda tugilib o'ltirib, mushtimini ching tugdi. Tirniqi olqiniga petib, qip-qizil iz chiqib qoldi. U buni his qilmadi. Tishi lavlarini tishlab olgan bo'lsa-mu, og'riq his qilmadi. Uning yo'nki sanjib og'riydi. U yuragiga ushliq begi sanjilgandek ichib og'riyotamdi yoki mujib og'riyotamdi, buni his qilolmadi. Uningda faqat yuragining ansiz so'qib og'riyotgandan boshqa hech qanday sezim yo'q edi. Kamil, sen mi bir odam hisoblanıyorsan? Sen mi bir erkekmi? Senin nerin er? Bir oyunu töreke degili bolsan. Senin xotun kişinin tapqınığı taynıp yaşaydıgan lamzala erdin nemi farkın kaldı? Anı bana işkimizde aşıqdan ölsün demsen. Endi biz qanday kun geçirimiz? İçinişlik, azaplık ve g'azablik bu so'zlar uning tishining orliqidan etilib chiqib, maydisi chinqilib og'rib ketdi. U mushtimini texmi ching tugib, maydisiga kuchab urishga boshladi. Eshikning sirtidan qo'shnisi Selimamning ansiz ovozi anglandi. Gulxon! Gulxon! Siz uydimi? Uyda bo'lsangiz chiqib qarab beqma, bolangiz nima ish qilyapti? Siz nimaandaq degan xotin, ha? Gulxon jonsiz putlarini tasti yo'tkab, eshik oldiga asta mengib kelib, sirtqa qaradi. Bolasi u texi ilala yeyib qo'ygan kirlarni qanday qildikin, tayoq bilanla hammani yerga tushirayotgan bo'lib, u ashu kiyimlarning ustida bitiqlab, daldangshib mengib o'ynaydi. Pokiza yuyilgan kiyimlarni loy qilayotganini ozdab, u yana yerga tushib loybab ketgan bir ko'ynakning yengidan tutib, arva so'rgandek o'yli ichida uyoq bu yoqqa tartqushlar taytanshib mengib yuradi. U etilib berib, bolasining qo'lidan kuchab tatdi. Orqadan hech nima bilan kari yo'q, bolasini o'ng ta'tir urishga boshladi. Bola qo'rqqanidan vorida chaqirib yig'lab ketdi. Gulxon bolasining yig'isini anglamagandek uni talvilachi urishga boshladi. Uning ko'z oldida Kamil paydo bo'ldi. Qiynonisi paydo bo'ldi. Uning g'azabi qirqkas o'rladi. U bolasining yoqasidan ko'tarib turib, kuchining boricha qattiq va jiddiy urishga boshladi. Bola echinishlik chayqirib, birdanla ko'kirib tortishib qoldi. Buni ko'rgan Semilam chidab turolmay Gulxonga qattiq baqirib ketdi. Oy xo'shnam, sarang bo'ldingizmi, ha? Sizga nima bo'ldi? Kichik bola nimani biladi? Loy qilayotgan bo'lsa, yana choy qilasangiz bo'ladi-ku. U shunchalik cho'ng ham tasishmidi. Ashu ko'ni kiyimlaringiz bolangizdan e'tiborliqmidi? O'tinga bir chetga. U shundoq deginicha Gulxonning qo'lini silkib, uning qo'lida beliqdek piltinglab, yig'idan o'nib o'tib, chiroyi ko'kirib ketayotgan bolani yulib oldi. Qo'lingizning dadi bormi, nima sizning? Qarang, bolani anchakin bir ish uchun mushundaqmi qattiq urgan bormi? U sizning tayog'ingizni ko'tara olamdi, ha? Bola beqish tasgagan bo'lsa, bo'ldi, menga berib eting, men beqib olay. Tazim bir talvi xotinkansiz-ku siz. Gulxon to'ksi qilayotgandek ding'ida cho'chib ketdi. U ishtik esini yig'ib, hozirg'incha qo'shnisining qo'lidagi bolani yulib elib, uni maydasiga ching bosdi. Bola bakli cho'chib ketgan bo'lib, ovozni chiqarishga jur'at qilolmagandek, opsining qushqidan o'zini qochirib turadi. Gulxon bolasining chiroyiga qaradi. Uning yuzi tayoq zarbisida qizirib ketgan bo'lib, yumron mag'zida birdamning ichida to'mpiyib chiqqan ishiq va ko'k izlar qolgan edi. Bola ovozini chiqarmay yiqiqtab yig'layotdi. Gulxon o'ziga tikilib qarab turgan Selimam bilan mukari bo'lmasdan, uni sirti yolg'iz qoldirib, yuzini bolaning mag'ziga yiqib, uni bag'riga ching bosganicha uyga kirib ketdi. Va karvotga avoylab yotqizib, yuzidagi barmoq izlariga sapsilib qarash bilan yuragi qattiq etishib, o'zini tuta olmay bolaning ustiga tashlaganicha o'kirab yig'lab ketdi. Aqilgan ovoz bilan tang bolami qo'rqib ketib, yana qiyqirab yig'lashga boshladi. Gulxon bir tarafdan yig'lab, yana bir tarafdan bolasiga qarab so'zlashga boshladi. Canım balam, sen bu dunyoga nimishqimi törelgen bo'g'iydim? Men seni nimishqimi tuqqan bo'g'iydim? Seni mushundoq azobli kunga qo'yish uchun tuqqan bo'g'iymidim?
canım balam, tatlıq balam. Mən əslini urmaqçı əməzdim. Mən dadan degan bağrı taş iplasını urmaqçı edim. Meni keçir canım balam. Ah taqdir, mən əmdə qandaq qılıman. Seni nemi bilan boqim mən? Uzundan uzunga so'zilgan hasratlik nola qilish, ah urish, ko'z yish qilish, tirkishdan keyin Gulxan endi bundaq o'taverishga, uning bilan murassa qilishga qat'iy bo'lmaydiganligini, bo'yniga silingan bu bo'yinturuqni pochaqlab tashlab, o'zi va bolasiga ozod bir muhit yaratish kerakligini yana bir qitim, oxirgi qitim cho'nqur, bakmi cho'nqur his qilib yetdi. Shundoq, ketish kerak. Bu uydan ketish kerak. Ota-onamning qishig'i ketanmagan bilan jahonning qo'yini kang-ku. Nagir ketsam bo'laverdi-ku. Ash buziladi qochib ishlab bo'lsa-mu jinimni jon etib keta olayman-ku. Qimor degan bu nejis komilni vijdonini, aqlni itiyib ketgan noykaz pes odamga aylantirib qo'ydi. Buni azdab Kavsarma ha deganda meni onasiga, opasiga chiqishtirib ugunib olib, qaysi kundikiga o'xshash opasining o'rinsiz tildashnimini onasining tayiqiga qo'ydi. Hep qiyircadi, sen hamon bir kuni ko'gilikni ko'rasan. Bu omad senda qolmas, bu mehnat menda. Hep men bir ojiz ayol turib, o'zim tonimaydigan ashu iflos qimorvoz, jazoni xorlarning yuqori o'simli qimor qarzini erimning o'rnida qaytarish majburiyatim bormidi. O'tqi kim qo'lini tiqsa shuning qo'li kuyishi kerak-ku. Ajba men uning xotini bo'lib qolgan xatoliqim uchun mushundaq riyozatlarni chekib tat alamlarga mubtalo bo'lamidim. O'zi bir patman qarzga bug'ilganda azdab, o'zi to'layamagan qimorning qarzini men to'lab, nimishqa jonimni qiynayman. It poq yeydigan xo'yni qachon o'zgartib baqqan? Ketish kerak. Yiroqlarga ketish kerak. Endi mening bundoq bo'lumsiz, irodasiz arning dardini tatadigan holim bilan majburiyatim qolmadi. U bolasiga yana bir qarab qo'yib, karot ustidagi texi yuyilmagan kiyim-kechaklarni yig'ishtirgach, o'ltirib, mushu o'y xiyollar bilan o'zining ojiz hissiyotiga tasalli berdi va shunday qilish qaroriga keldi. O'g'li Kamran yig'idan to'xtab, karot ustida yeyilib turgan kiyimlarning bir chetida mo'ldirlab qarab yotadi. U asta yonga o'rilib, o'rnidan turdi. Opasining ko'ziga iltijoliq tikilib qarashlardan uning yana qo'rsqi ochganligi, sutparashga ishkis kelganligi chiqib turadi. Ammo Gulxonning o'g'ling bilan qari bo'lmadi. Bola opasiga qarab, yana birdam tushib turgandan keyin opasining diqqatini tortmoqchi bo'lgandek, opasi elini yig'ishtirib chamdonga sep qo'ygan kiyimlarni bir-birlab tortib chiqarib, tor karvatning ustida yedi yiqilib, eli o'ri bo'lib, toytangishib o'ynashga boshladi. Onun harakatlari bakmi kulkilik edi. Gulxon endi bolasiga ochiqlanmadi, ham kulmadi. U sabrchalik bilan bolaning qo'lidan kiyimni oldab elib, uni purlabla chamdonga tashladi. Ondan o'rnidan turib, bolasiga qarab past ovozda: "Balam, mush yerda jim o'ltirib tur. Men kiyimlarni ittik-ittik chayqib etib kiray. Sana ondan sut beray, ya?" Dedi-de yandaki uyga kirib, yana bir dasqa suv ilib, o'yliqqa chiqib, loy bo'lib ketgan kiyimlarni oldirib, saldirib, yuyib chayqashga boshladi. Qo'shnisi Selimam oldi-burun chiqib ketgan edi. Lekin bolasi yana metildab, uning qishida paydo bo'ldi. U bir tarafdan yursa, bolasi bir tarafdan tartqushloq o'ynaydi. U bolasi bilan mushundoq tartishmoq o'ynab, bu kirlarni oxiri besiq turgan bo'ldi. Yuydigan kiyimlar ancha ko'p emas edi. Lekin u to'p-to'g'ri bir soatdan ortiq hapilishib yurib, kirni ming bir tasda tayoqqa ortib, ondan uydagi dasqa chilab qo'ygan kirning qishiga keldi. Asar ishligi